Siz o'limdan qo'rqasizmi? Xavotir olmang. O'lim so'nggi nuqtamiz emas. Bu shunchaki joy almashtirishdek. Bu xuddi uyga kelib kurtkangizni ilgakka osib qo'yishga o'xshaydi. O'lim ham shunday. Siz tanangizni xuddi kurtka kabi tashlab ketib, ruhingiz bilan boshqa bir joyga o'tib ketasiz. Kengroq, tinchroq va qandaydir tanish bo'lgan joyga. Tasavvur qiling, yo'l chetida turibsiz. To'satdan bir mashina to'xtab sizni ichkariga tortadi. Avvaliga qo'rqib ketardingiz, shunday emasmi? Lekin agar mashina ichida oilangizni ko'rsangizchi, qo'rquv bir soniyada ishonchga aylanardi, chunki sizni yaxshi ko'radigan inson sizga hech qachon zarar yetkazmasligini bilasiz. O'lim ham xuddi shunday. Mehribon va rahimli bo'lmish Alloh o'limni yaratgan zotdir. Demak, uning cheksiz marhamatiga ishonsangiz, o'lim endi vahima emas, balki xotirjamlik beradi. Bu qorong'u yakun emas. Bu yorqin uchrashuv. Bu dunyo shunchaki vaqtinchalik bekat. O'lim esa asl manzilga, uyingizga qaytish chiptasi. Xuddi sayohatchi nihoyat oilasi va o'zining uyiga qaytib kelgandek. Bu videoni o'limdan qo'rqadigan do'stingizga yuborib qo'ying.